Har bir banda ketar dunyodan, sen ham men ham tark etarmiz, bilib qo'y. Assalomu alaykum. Nimaga endi kimdir nimadir qilib qo'ydi deyilsa, shov-shuv, zudlik bilan ko'ring. Tezlik bilan ko'ring. Ko'rmasangiz bo'lmaydi degan videolar to'pga chiqib ketadi. Aynan zorilab turgan insonning videolari yoki u videodan chiqib ketiladi yoki ko'rmaganday e'tiborsiz qoldiriladi. Zudlik bilan tarqaydigan videolar, bilasizlar o'zlaring qanaqa videolar tez to'pga chiqib ketishini. Ana shu videomizni ham bir iloji boricha to'pga chiqarib beringlar. Faqat yordam sizlardan. Shu videoni davomida ko'ringlar, hamma narsaga o'zlaring guvohi bo'lasizlar. Zorilab turgan onaning ko'z yoshlarini ko'ringlar. Hammamizda ona bor. Bu o'tkinchi dunyoda nima? Savobga ishlaganimiz qoladi faqatgina. Kimgadir yordam berib olsak, ko'nglimiz taskin topadi. Hammalaring tinch bo'linglar, hech kim kasal bo'lmasin, oilasi bilan sog'-salomat, tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Akalar, nima deb gapirishga ham til bormayapti hozir. Qayerdan boshlab, qayerdan tugatishni ham bilmayapman. Balki videoyimda gapirgan gaplarim 1, 2, 3 deb sanab ketilsa, men 1 deb 7 ga o'tib ketib qolgan bo'lishim mumkin. Yuragimdagi, dilimdagi gaplarni hammasini sizlarga gapira olmagan bo'lsam, to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Saxovatpesha insonlar inshaalloh yordam beradi. Omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Hech kim kasal bo'lmasin. Uzoq umr kechirsin. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani To'da qishlog'idan bir opamiz ozgina xasta bo'lib, shu 2 yildan beri shu kasallikni o'tkazib boshlagan ekan. Bu opamizning sharoitlari, imkoniyatlari bo'lmaganligi sababli shu ayalari, xo'jayinlari o'tib ketishgan ekan. 5 nafarmi? Qancha? 6 nafar farzand bilan beva qolishgan ekan xonamiz. Bular mahalla vakillari inshaalloh shu opamizga qo'ldan kelgancha ozmi ko'pmi yordam qilaylik degan tarzda shu video murojaat xalqqa olib chiqqanligimiz uchun hoji bobomiz mana mahalla vakillaridan bittalari shu oila to'g'risida bir ozgina ma'lumotga ega bo'lamiz inshaalloh. Mana shu o'g'limizga gapirgan gapini qo'llaymiz. Ishlamizda shu mahalladoshmiz. Ularning ahvoli og'ir. Faqat 6 ta farzand chiqardi mana. Bittasi chetda, otasi vaqtli o'tib ketgan dadasi. Shuning uchun shu murvat qovlaringni cho'zsalaring. Ularni sotib bir o'zlarini anaqa qilib davolaydigan sharoitlari yo'q, ha? Yo'q. Endi hozir mana 6 ta farzand chiqardi mana shu. Shu otamiz chiqardi. Mana shu farzand chetda shu mana shu 2 yildan shu mazasi yo'q. Hozir tashxisi oqqon kasali qo'yilganda, shunday. Shunga xudo xolasa imkoniyat darajasida xalqqa murojaat bilan chiqqanimiz saxovatpesha insonlarimiz ko'p inshaalloh. Mana bir akamizni jo'natdik Hindistonga. Xudo xolasa akamiz shifosini berib tuzalib kelsin inshaalloh. Mana o'shalar qatorida bu opamiz ham ozmi ko'pmi bizdan shu xalqdan shu saxovatpesha insonlardan ozmi ko'pmi shu yordam so'rab chiqishgan ekan inshaalloh. Hozirgi shu videolarimizda xudo xolasa barcha yaxshi saxovatpesha insonlar ko'rib turgan bo'ladigan bo'lsa, ozgina shu 5000 so'mmi, 10000 so'mmi qancha qo'lidan keladigan bo'lsa, o'zlarining karta raqamlari bog'langan inshaalloh. O'zlariga murojaat qilishlagan bo'ladi. Telefon raqamlarini qo'yganmiz inshaalloh. Barchalari haqiqat bu. Mana To'da qishlog'iga kelib so'rasalar ham mana shu uyda adresini berishadi. O'zlariga misol Yassallang bo'ladigan bo'lsa, Yassallangni o'zlariga berib ketishlari ham mumkin. Mana mahalla raisimiz. Yerdan bu oila yetakchisi yo'q, biraliga daromad qilib olib keladigan odam yo'q, hammasi ayollar. Mana holatni o'zi ko'rib turibsizlar, sharoiti yaxshi emas. Shuning uchun shunga imkon boricha hammamiz birgalikda ozgina bo'lsa ham ozgina yordam qo'limizni cho'zishimiz kerak. Imkoni borlar. Xudo xolasa mahalladan ham bir fidoyilar chiqib, shu biz bunaqa qilamiz, bundan qilamiz degan bunaqalar ham bo'lyaptimi xudo xolasa? Ha? Hammalarga xudo xolasa Ramazon oyida turibmiz, hammamiz oxir mumkinlik, ha? Xudo xolasa shunday ihsonlarimiz qilsa, savobi ham ko'p bo'ladi xudo xolasa inshaalloh. Fitr sadaqa deymizmi, zakot deymizmi, qo'ldan kelgancha bersak xudo xolasa, shu sinimiz tuzalib ketsa, hammamiz uchun, baxtimiz uchun, onasining uchun, baxti uchun ham yaxshi o'tkazsin iloyim. Hammalarga shifo bersin. iltimos qilamiz shuni, qo'ldan kelgancha ihson qilsak
yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Hammaning ihsonlarini o'zi qabul qilsin. Nogahon kelsang yonimga, Azroil ko'stiki jonimga, iltimos tegmay tur, poklanib borayin Allohim yoniga. Qur'onni tilovat qilsaydim, bekorga o'tkazma yoshimni. Hurmatli yurtdoshlar, oltita qiz katta qilib otalari vaqtli o'tib ketgandi, o'zim joyladim. Endi shu qizim kasalligi tufayli eridan ajrashib, endi shunaqa bo'lib 2 yildan beri o'tiribdi. Oxiri yetkazolmay qoldi sizlarga. Iltimos qilyapmiz. Alloh dasturlaringga baraka bersin. Saxovat peshalardan umid qilib turibmiz. Shu tufayli ajab emas, shu bolam tuzalib ketsa Allohdan so'raymiz. Hamisha komil o'z yuzlaringni yorug' qilsin. Sizlar meni bolam uchun harakat qilgan bo'lsangiz, sizlarni Alloh qo'llasin. Hamisha topganlarni to'ylarga buyursin. Ushlaganlarning oltin bo'lsin. 2 dunyo saodatidan bahramand bo'lib o'ynab yurgan bolalar. Har bir banda ketar dunyodan, sen ham men ham tark etarmiz, bilib qo'y. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd sanolarimiz bo'lsin. Mohi sharif Ramazon oyining oxirgi dahalarida turibmiz. Mana Bog'dod tumanining Tuvodoq qishlog'ini bir bemor opamiz Umidaxon oilalariga keldik. Alloh taolo bu opamizga shifoi ojizalar, shifoi kulliyalar ato qilsin. Tez kunlarda sog'ayib ketsin. Saxovat peshalar, shu opamizga befarq bo'lib qolmaylik. Qiyomatda har birlarimiz shu ojiz odamlarga, miskinlarga qaramasak, Alloh subhanahu va taoloning oldida, huzurida qiyomatda har birlarimiz javob beramiz inshaalloh. Alloh taolo barchalarimizni ajr mukofotlarimizni eng oliylariga, Rayyon degan jannat eshiklaridan kirishlikda barchalarimizni Alloh taolo yetkazsin. Payg'ambarimiz alayhissalomga xos va loyiq ummat bo'lishlikni barchalarimizdan so'rab qolaman. Alloh taolo barchalaringni Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.